Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun bizlar mana Oybek osh markazining mehrli oshlarini Akbar akamiz tomonidan Soniya opamizga, onaxonimizga olib kelganmiz. Asqarjon bilan nasib bo'lsa tug'ilgan kunlari bilan tabriklab, uzoq umr, baxt, saodat tilab ketamiz nasib bo'lsa. Dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Tabriklaymiz tug'ilgan kunlaringiz bilan. Oybek osh markazining mehrli oshlari Akbar akamiz tomonidan siz uchun mazza qilib iste'mol qilasizlar. Akbar akam aytdi, "Men shu gullardek onam dedi, har doim ochilib yursin dedi. Gullardek mazza qilib chiroyli bo'lib yursin dedi doimiy dedi." Bolalarim hamki kattasi o'qiyapti, o'qishlarini yaxshi bitirib olsin. Ular ham katta bo'lsin, o'qimishli bolalar bo'lsin. Kelinim bilan bolam qo'sha qarisin. Hamma bolalarim qo'sha qarisin. Hammaginasi kelinlarim, o'g'llarim bilan qo'sha qarisin. Qizlarim, kuyovlarim bilan, nevaralarim hammasi katta bo'lsin. Barisi. Ona Muxlisa kelinim ham chiqib Xudo shifosini berib yaxshi bo'lib ketsin. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Yaxshi kunlarimda hamisha birga bo'linglar. Bolalarim hammasi o'lsin, o'ssin. Hamisha shu xo'jayinim bilan birga qo'sha qarib shularni huzur halovatini ko'rib yuraylik. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga.